Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan 9-bosh miya nervi, ya'ni nervus glossopharyngeusning anatomiyasini birgalikda o'rganamiz. 9-juft bosh miya nervi nervus glossopharyngeusning 3 xil o'zagi mavjud va ularning hammasi uzunchoq miyada joylashadi. Demak, chizib olamiz. O'rta miya, tepaliklari, ko'prik, uzunchoq miya hamda miyacha orqa yuzasidagi. Xo'p, 3 xil o'zagi mavjud ekan uning sezuvchi, harakatlantiruvchi hamda parasimpatik o'zaklari mavjud. Sezuvchi o'zagi bu demak yakka tutam o'zagi, ya'ni nucleus tractus solitarius hisoblanadi. Harakatlantiruvchi o'zagi esa 9-10 nervlar uchun umumiy bo'lgan nucleus ambiguus va parasimpatik o'zagi nucleus salvatorius inferior hisoblanadi, ya'ni pastki so'lak ajratuvchi o'zak. Va parasimpatik, sezuvchi hamda harakatlantiruvchi tolalar uzunchoq miyadan chiqib keladi, olivani orqasidagi egatdan. Biza o'tgan edik, uzunchoq miyani oldingi yuzasida ko'rib chiqqan edik. Demak, olivalar bor edi, ko'p piramidalar va olivalar bor edi. Olivani orqasidan 9-10 hamda 11-juft nervlar chiqib kelar edi. Demak, oliva orqasidagi egatdan, sulcus posterolateralisdan 9-juft bosh miya nervi ham chiqib keladi. Va u kalla suyagidan chiqishi kerak endi. Kalla suyagidan chiqadigan teshigi esa foramen yugulari, ya'ni bo'yinturuq teshigi hisoblanadi. Demak, 9-juft bosh miya nervi kalla suyagidan chiqayotgan paytda uning sezuvchi tolalari foramen yugulari sohasida va undan o'tgandan keyin ikkita ganglion hosil qiladi. Ganglion superior hamda ganglion inferiorlarni hosil qiladi. Yuqorgi va pastki ganglionlar. Bularda demak sezuvchi nervlarning tanalari joylashadi. Parasimpatik hamda harakatlantiruvchi tolalar esa teshikdan shundoq o'tib ketadi. Va foramen yugularidan chiqqandan so'ng nervus glossopharyngeus o'z tarmoqlarini berishni boshlaydi. Dastlabki tarmog'i bu nervus tympanicus hisoblanadi. U sezuvchi hamda parasimpatik tolalardan tashkil topgan. Demak, sezuvchidan va parasimpatik tolalardan tashkil topgan nervus tympanicus hisoblanadi, ya'ni nog'ora nervi. Nog'ora nervi nog'ora bo'shlig'iga boradi, ya'ni cavum tympanikaga boradi va uning ichiga kirib sezuvchi tarmoqlari chigal hosil qiladi, ya'ni plexus tympanicusni hosil qiladi. Plexus tympanicusdan chiqqan tarmoqlar nog'ora pardani hamda eshituv yo'linayni innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Undan demak nervus tympanicusning parasimpatik tarmog'i esa nog'ora bo'shlig'idan nervus petrosus minor, ya'ni kichik tosh nervi bo'lib o'zining nomidagi tirqishdan chiqadi va piramidaning usti bo'ylab yo'naladi, ya'ni ichki kalla bo'shlig'iga chiqib oladi. Va kalla suyagidan tashqariga esa fissura sphenopetrosa yordamida kalla suyagini pastki bo'shlig'iga o'tadi hamda ganglion oticumga, ya'ni quloq tuguniga borib tugaydi. Va quloq tugunidan keyingi neyron boshlanib bizada glandula paratidiyaga boradi. Glandula paratidiyada va demak so'lak ajralishini innervatsiya qiladigan yagona nerv hisoblanadi bu. Demak, uni parasimpatik innervatsiya qilib berar ekan. Nervus tympanicusning tarmog'i bo'lgan nervus petrosus minor. Keyingi tarmog'i esa harakatlantiruvchi tarmog'i. Harakatlantiruvchi tarmog'i demak harakatlantiruvchi tarmog'i bittagina mushakka boradi, ya'ni musculus stylopharyngeusga borib innervatsiya qiladi. Demak, bu ramus stylopharyngeus tarmog'i hisoblanadi. Musculus stylopharyngeusni borib innervatsiya qilib beradi. Xo'p, endi esa sezuvchi tarmoqlarga keldik. Sezuvchi tarmoqlari bir qancha sezuvchi tarmoqlari mavjud. Birinchi sezuvchi tarmog'i bu ramus pharyngeus tarmog'i hisoblanadi. Ramus pharyngeus halqumga borib, halqumda halqum chigalini hosil qiladi. 10-nervdan kelgan parasimpatik tarmoqlar bilan birga. Keyingi tarmog'i esa bu ramus lingualis tarmog'i. Ramus lingualis tarmog'i bu tilni
Demak, oldingi 3/2 qismini biz innervatsiya qilib olgan edik. Orqa, demak, 3/1 qismini sezgisini innervatsiya qiladi. Keyingi tarmog'i esa bu ramus tonsillaris tarmog'i. Ramus tonsillaris tarmog'i bu tanglay murtagini innervatsiya qilib beradi va oxirgi tarmog'i bu ramus sinus carotisi tarmog'i. Ramus sinus carotisi bu sinus carotidiyani innervatsiya qiladi, ya'ni uyqu sinusini. Uyqu sinusida demak, uyqu arteriyasi, umumiy uyqu arteriyasi ikkiga bo'lingan joyda uyqu ko'ptokchasi bor va uyqu ko'ptokchasini innervatsiya qilib beradi va bu innervatsiya orqali bizda nafas olishi, yurak urishi faoliyatlari boshqariladi. Va bu qanday amalga oshadi? Ya'ni uyqu ko'ptokchasida joylashgan retseptorlar qo'zg'aladi. Ular qonda kislorod kamayib ketganda, karbonhidrat ko'payib ketganda qo'zg'alish beradi va bu orqali yakka-tutam o'zakka boradi hamda keyinchalik nafas olish tezlashtirilishi, yurak urishiga tezlashtirish kabi demak fiziologik holatlar kuzatilishi mumkin. Demak, bizda bu 9-bosh miya nervi, ya'ni nervus glossopharyngeusning anatomiyasi edi. Bizni kuzatib borishda davom eting va bizga obuna bo'lib qolishni unutmang.